Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 23-mart biz Farg'ona moshina bozoridamiz. Akalar, Jetavar ishqibozlariga 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskasi top toza 70 ming probegda. Ko'ringlar mana akalar. Saka diskalari qo'yilgan. Balonlari yaxshi holatda. Oqidan akalar nukli variantidan. Aka 70 plyusmi bu qaysinlari? 70 plyusdan. Aka yurgani halol. Propallari bor. Tanirovka ruxsatlari bor. Tanirovka ruxsatlari ham bor. Oxirgi narxi 18500 deyapsiz. Real narxi. 10 ming pul boriga ajdana bormi 5-6 oyga aka? Faqat naqd pulga sotiladi. Barter qaysi mashinaga bor? Bankka berilaman. Ha, bankga beriladi. Bo'ldi, akalar mana ko'ringlar mashinaning holatini. Mashinamizda to'tta yumshoq bo'lib qo'yilgan saka diskalari bilan kraskalar tozalangan mana shunaqa narsalar qo'yilgan. Tanirovkalarga polniy ruxsat bor akalar, mana ko'ringlar. Mana shunaqa olaman ukaxonim, mana chiroyli mashina olaman degan akaxonlarga mana Jetavarda ishqibozlarman. Akalar ko'ringlar. Mana mashinaning holatlari. Arqadan ko'riklar tashlangan. Endi hozir ko'pchilik poli qo'ymay qo'ydi, ko'rik tashlash yurishibdi. Aka propallar dokumentallarda, arqani ochib yuboring aka, ko'rsatay. Yo, propan u zapaskan tagida bo'ladi-ku. Ha, zapaskan tagida bo'ladi. Bo'ldi, 7 ta o'rinli bu. Engashib yerdan olaverasiz. Bo'ldi, aka gap bo'lish mumkin emas. 18500 dollarga oxirgi narxi beriladi, faqat naqd pulga sotilgan akalar. Yo bankka. 7 ta o'rinli aka, men unchalik e'tibor bermayapman men. Akalar ko'ringlar, 7 ta o'rinli ekan. Malades, mana buyoqda ham. Aka chiqish foto bu tarafdan chiqiladi. Bu tarafdan ham bu tarafdan ham bor. Sizenalar oldiga yuradi aka. Hozir bo'ldi. Odamga ko'rsatib qo'yikchi. Aka gem beriladimi yo o'tkazib olish kerak a? Bu qimmat mashinani endi o'tkazib olgan yaxshi. Mana akalar, bemalol mana ikki tog'poqqa ketadigan akalarimiz bo'lsa mana bemalol chiqishib, Sizeni oldiga yuradi. Oldiga yuradi, to'g'ri. Bir qarash tushsa bag'da bemalol ketishadi ekan. 7 ta o'rinliqlar akalar. Bunda bemalol soqoq salangan bo'ladi. Qoplaveradi. Rossiyaga qatnasa ham bo'laveradi aka, 7 ta o'rinliqlar ekan. Aka menga telefon nomer qoldiringlar endi. 90li 016 13 13. Shu raqamlarga aloqaga chiqinglar, qolgan batafsil ma'lumotni akani o'zidan olasizlar akalar.